Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Quvada ishimiz yakuniga yetkazganmiz. Ko'cha tomon shapkalari. Bu obyektimizga jami kvadrati list rasxoti 277 kvadrat list rasxot qilganmiz. Ichkari tomonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bismillah. Ko'rib turibsizlar, ichkari tomon dorizaxonasi 710 ga 11:20 shu atrofda chiqqan. Kosmos 3 metrlik kosmos o'rnatganmiz bu yerga. Mana MDFlar addenli kosmos addenli hisoblanadi. 130 ming so'mdan qilib beryapmiz vodiy bo'ylab. Shu tunuka fonishini vodiy bo'ylab 130 ming so'm. Tunuka xizmati, ustavi, dastavkasi, samares hamma o'zimizdan bo'ladi. Mana bu yulduzchalar ham ichida bo'ladi. Bu avvalgi kosmoslarni ham o'rnatib beraman. 125 ga 250 bo'ladi avvalgi kosmoslarimiz. Ichkari tomon tunuka fon shapkalari joyda kvadratiga emas, list rasxot hisoblanadi bu yerda. Joyda kvadrati 100 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, tunuka rasxoti 160-170 kvadrat tunuka rasxot bo'ladi. Karnizimiz 0.25 dan chiqadi, mana ko'rinib turibdi. 0.25 chiqadi oppog'i. Mana bu qirdagi 3 sm ko'rinib turgan направляющий deyiladi. Направляющийimiz 10 sm dan chiqadi. Shu sabab list rasxot ko'proq ketadi. Mana bunaqa ko'riblar qilinadi. Ko'ribi